Musofirdek aylanib kuzatayotgan hammaga assalomu alaykum. Hammalar tanijoninglar sog'mi, yaxshi yuribsizlarmi? Hammani kirib kelayotgan ro'za Ramazon oyi bilan tabriklayman. Shu kunlarga yetkazganiga shukr deb Ramazonga hamma yo'g'imizni chiroyli qilib kiraylik deb, chiroyli qilib kutib olaylik deb hamma yo'qlarni yig'ishtirib tozaladik. Spalni, bolalar xonasi, oshxona qilib tozaladik. Ishlarni 5 ga qilib, keyin shu yerdagi o'rtoqlarimiz bilan to'planib, bitta qizimiz uyida ko'k chuchvara qilib yegani ketdik. Uyimdagi ishlarim bo'ldi, endi borib bir dam olib kelay deb ko'k chuchvara yegani ketdik. Borsam o'sha hamma tayyorlab qo'yishgan ekan. Salatlar, oshlar, даже ko'klarni ham to'g'rab qo'yishibdi. Naryoqda piyoz o'g'irlatib ekan. Olish esimdan chiqib qoldi. Shunaqa qilib tayyorga boribman. deb qo'yib ashiqa qilib, keyin oshlarni yeb, salatlarni yeb, qornimizni to'yg'izib olib, rasayniki osh hazm bo'lguncha gaplashib o'tirib, u yoqdan bu yoqdan gaplashib, mazza qilib, keyin ko'kimizni qilishni boshladik. Ko'kni bir 4 ta 5 ta yo 6 tani keyin zuvala qilishibdi qizlar. Xamir Yaxshi xamirlarni mana qizimiz, chaqqon qizimiz yayib tashladi. Shillatib bir pasda napisgina qilib yayib, kesib tashladi. Shu yerdan keyin razbor boshlandi. Men bu katta kesilyapti dedim, ko'k chuchvaraga juda katta bu xamir dedim. Qizlar hammasi yo'q, mana shunaqa bo'ladi deyishdi. Men yo'q, kichkina chugaman dedim. Ular hamma katta chugadi deyishdi. Mana shunaqa qilib men o'zimga yaydirib turib, keyin kesishga kelganda o'zimga kichkina qilib kesdim. Uni o'zim chugdim. Chugib pishirib uyimga olib keldim. Shunaqa bo'ldi. Men o'zi ichim katta qilib ko'rmagan ekanman. Endi katta qilib ko'raman dedim. O'zi aslida farqi yo'q, to'g'rimi, kattami, kichikmi, u ham chuchvara, bu ham chuchvara. Nima farqi bor deb keyin o'ylanib qoldim. Baribir ko'zingiz, qo'lingiz o'rganib qoladigan shu narsaga. Menga juda kattaga o'xshab ko'rindi. Birinchi ko'rayotganimgami, mana shu yerda monti bo'lib ketdi deb kulyapman. Shunaqa qilib kulishib, laqillashib, gaplashib, ko'klarni pishirib, yeb, mazza qilib keldik. Video yoqqan bo'lsa like, podpiska, kommentariy yozinglar, kutib qolaman. Hammaga rahmat.